Assalamu alaykum. Mening ismim Gulnazar Ahmed. Aqsu viloyat Kuchar nahiye Bishvaq yeza Chinvaq kenti 6 mahalladan. Men qizim Atikam Tursunning ustidan guvohlik bermoqchi. Qizim Atikam Tursun 2014-yili 5-oyning 25-kuni tutib ketildi. Hozir Mushtaqda Xitoy turmusida. Mana bu qizim Atikam 21 yoshida tutildi. Qizimning derigini qilganga qadar hayot va tirik ekanligini bilganga qadar men qizimning davosini va iz derigini qilaman. Shuning bilan birga shundaqla barliq qarindoshlarimning, oji-sing'illarimning, aka-inillarimningki urug' tuqqanlarimning ahvolining qandaqligini bilganga qadar men bu davoda mustahkam turman va surishtisini qilaman. Biz bu yerga chiqishimizdagi sabab qizimizni ushtum tut 2014-yili 5-oyning 25-kuni tutib ketgandan keyin qolgan bolalarimni qandoq saqlab qolishimiz kerak? Qandoq qilganda bu vahimalik, xatarlik hokimiyatning qo'lidan saqlab qolgan bo'ladi degan maqsad bilan 2016-yili 1-oyning 20-kuni Turkiyaga chiqdik. O zamanda bütün Uyg'ur xalqiga keng ko'lamda shaharlarda, hatto yezi rayonlarga berib pasport berib atadi. Bunda qilishidagi sabab Xitoy tajovuzchilarininki bu yerda og'ir besimlarni ishlatib, beguna xalqlarni turmuga solab, beguna tutqun qilish, beguna yo'qotish, surgun qilish maqsadlarida bir tarafdan pasportni bersa, bir tarafdan turmuga solab, o'zining Uyg'ur xalqining ustidagi qanchalik bir xatarlik hokimiyat ekanligini bizga bildirdi. O'zining niyatini bir oshkorladi. Biz bularning suiqasdining yomonligini bilganligimiz uchun razil planini tunib yetib, balalarimizni qanday qilgan chaqda shu qizimdan boshqa qolganlarni bu saqlab qolamiz. Chunki bu davrlarda 15-16 yoshlik, 17-18 yoshlik yosh o'smir o'g'il qizlarimizni ko'chalarga say ko'ktat ekirdiganga, bir non uchun chiqadiganga biz xotirjam bo'lolmaymiz. Chunki yo'lga chiqatdimi, tutiladi, tutib ketibdi, ketibdi deydi, ketgandan keyin kelganini o'qilib bo'lmaydi. Shundaq bo'lgandan keyin degiduglik sharoit ostida pasportni oldik, pasportni olib biz chet elga chiqdik. Chet elga shu 2016-yilisi 1-oyning 20-kuni chiqqan bo'lsak, 1-oyda chiqib 3-oyga qadar urug' tuqqanlarimiz bilan ancha-muncha aloqa qilishgan bo'ldik. Nima qilyapsizlar, sayohat qilyapmiz, borimiz deyishib, bizning kelganimizdan qizimizmi va tuqqanlarimizmi xabarsizdi. Onundan keyin sening tuqqanlaring chet elda ekan, nima ish qilyapti deganda qilib, uylarga kelib, surishti qilib, ba'zilarini aketibdi deb angladik. O aketganlar jazo lagerlaridami yoki turmadimi onu bilmaymiz. Ammo mening qizim 9 yillik jazo bilan beguna, sababsiz bir sabiy o'qish yoshidagi bir qiz ota-onalarning beqib yetaklash tarbiyasi ostida o'qib yetilib, yoshlik hayotidan unumli foydalangan mezgilda Xitoy tajovuzchilarining tutqun qurboniga aylanib 9 yillik turma jazosiga tutildi. Hozir şu anda hayat mamatligini bilmayman. Ammo hayat mamatligining ba yo'qligining o'lik tirgining qandaqligini bilganga qadar qizimning derigini qilaman va istigini qilaman. Mening deydiganim shu. Endi bu Xitoy tajovuzchilarining bu qadar bir Uyg'ur xalqi uchun, bir millat uchun xavfli bir hokimiyatninki qilma atmishlarni, razil plan maqsadlarini 5 minut, 3 minut, 4 minutda deb bo'g'ilib bo'lmaydi. Ammo bu yerda shunchalik to'xtatmasam, boshqa bir insonlarning, medialarningki, dunyo inson haqlarining buningga nazar solmay o'tib ketishidan ansirganligim uchun qisqa oz qilishni to'g'ri ko'rdim. Eng oxir deydiganim butkul Uyg'ur xalqimiz, Uyg'ur qarindoshlarimiz o'rnimizdan dast turayli. Ota-onalarimizga, qavmi qarindoshlarimizga, urug' tuqqanlarimizga, qilib qolgan sabiy bolalarimizga ega chiqayli. Hammamizning birdan bolalarimiz, ikkidan bolalarimiz, uchdan bolalarimiz qilib qolgan bo'lishi mumkin. Nurg'un qarindoshlar bolalarim qoldi, kichik emayotganlar qoldi. Voy aketibdi deydi Xitoylar dedi. O bolalarning nerede qolganligini hech kim bilmaydi. Hatto meningmi shunday bo'lgan bir bolam bor, hayot mamatligini, o'lik tirikligini nerede ekanligini men bilmayman. Shu bolamninki, turmadagi qizimninki, urug' tuqqanlarining derigini qilganga qadar men yotmayman va to'xtamayman. Sukut tutgan barliq qarindoshlarimga qildigan tavsiyalarim, chaqirig'im o'rnimizdan dast turayli. Men Xitoy tajovuzchilari shuncha vallar razil planini Uyg'ur xalqining ustiga biz o'xshash bir millatni yer yuzida millat sifatida yo'qotyapman degan nishoni ostida Xitoy tajovuzchilarining biz uchun bir xavfli hokimiyat
ekanligini to'nib yetib, o'rnidan dast turib o'z xalqiga, ota-onalarga, qavmi qarindoshlarga ega chiqishini, vijdoniga, imoniga yarasha, Uyg'urlik ro'yiga yarasha, shu o'zininki shu e'tiqodiga, yurayotgan salohiyatiga yarasha, tashqi qiyofati bilan cheklanib qolmay, ishki imonini tashqi oshkorlab, hech nimadan qo'rqmay xalqiga o'z vijdoni bilan, imoni bilan ega chiqishiga tavsiya qilaman.